hayotlik bir meydan aks sadodir. Boshqalarga yaxshilik qilganlar o'zimi yaxshilik erishidi. Boshqalarga omad tilaganlar o'zimi ta'ligar bo'ladi. Boshqalarga keng qursaqlik bilan muomala qilish bir odamdagi ahko'nlikdir. Kishilik aloqada bir odamning ortiqchiligiga ko'proq qarash kerak. Bir kitobda mundaq yozilgan: Quyosh bilan oy, quruqlik bilan dengiz okeanlarning bir yerga kelishining hojati yo'q bo'lganidek, ikkimizning bir yerga kelish majburiyatimiz yo'q. Bizning maqsadimiz o'zaro bo'ysundirish emas, balki o'zaro tunish va qarshi tarafning asli holatini hurmat qilgan asosda o'zaro to'liqlashdir. Oltin musab bo'lmaganidek, odammi nuqsonsiz bo'lmaydi. Hamma odamning to'liqlashga tegishlik kamtukligi bo'ladi. Yaxshi bo'lgan munosabat butunlay o'zining o'ylig'ini bo'yicha qarshi tarafni o'zgartirish bo'lmasdan, balki qarshi tarafni qabul qilish va tushunish, qarshi tarafning o'zimizga o'xshamaydigan tarafiga nisbatan keng qursaq bo'lishdir. Qarshi tarafning ortiqchiligini, illiq muomalasini qadrlab qolmasdan, kamchiligi va g'am qayg'usini qabul qilish kerak. Boshqalarning kamchiliklarini qabul qilish kishilik munosabatdagi go'zal fazilat bo'lib, turmushning haqiqiy mohiyatini tunib yetganimizda shuni his qilamizki, tarbiya ko'rgan odam bo'lish amaliyotda shunchalik oddiy. Mundaq bir jumla so'z to'liq olqishlangan. Hissiyotda eng achinishli bo'lgani chin ko'ngilning parvosiz qoldirilishidir. Bu dunyoda eng tezda erishadiganimi, eng oson erishgil bo'ldiganimi kishi qalbidir. Boshqalarning singdirgan ajrni cho'qim qilishga tegishli ishi deb o'ylab olib, yo'qtib qo'yganida pushaymon qilgandan ularning yaxshiligini ko'proq as saqlashimiz kerak. Minnatdorlikni bilmaydigan odamga yordam qilishni hech kim xohlamaydi. Har bir odamning qalbida bir tarozi bo'ladi. Minnatsiz badal to'lsakmi, erishkinimiz shaxsiyatchilikka to'lgan azob-uqubat bo'lsa, hech kimmi dastlabki qizg'inlikni saqlab qola olmaydi. Kishilik turmushda boshqalar bilan aloqa qilganda samimiyat va ishonch bo'lgandala, qarshi taraf bilan ko'ngillik sirdoshqili va yaxshilikqa to'lgan illiqlikni o'zaro his qildirg'ili bo'ladi. Xuddi Yaponiya roman yozuvchisi Haruki aytganidek, qattiq yomg'irda siz uchun kunlik tutib bergan, sizni qo'g'digan, qorong'ulikda qolganingizda sizni un-tinsiz quchoqlagan, kuldirgan, siz bilan tang yig'lagan, siz bilan uzun tunlarda sirdoshgan, sizni yo'qlab turgan, hamroh bo'lgan, sizni o'zi uchun muhim deb qaraydigan odamlarni esingizda chin saqlang. Ulardagi illiqlik oz-ozdan hayotingizni tashkil qiladi. Shundaqla sizni ahko'ngli odamga aylantira oladi. Esingizda bo'lsin, hayotingizdagi sizga yaxshi muomala qilgan kishilarni yo'qotib qo'ymang. Chunki ular aslida bunday qilmasmi bo'ladi. Shun ularga doim minnatdorlik hissiyoti bilan yaxshi muomala qiling. Noit yaxshi aytilgan mundaq bir jumla so'z bor. Boshqalar uchun bir tal chiroq yoqib bersangiz, o'zingizni tang yo'rta olaysiz. Turmush bir yegona orol emas. Kishilarning o'zaro hojat tushmay qolmaydi. Kichik aqllarning daryo va dengizlarni hosil qilganidek, kishilarmi o'zaro qilishgan yordamlaridan munosabat doirasi shakllantiradi. Boshqalar eng qiyin ahvolda qolganda, ularga qilgan yordamingiz eng oxirida o'zingizga yaxshilik bo'lib qaytadi. Dunyodagi siz erishgan barliq baxt saodatlarning hammasini amaliyotda o'zingizdagi oqko'ngillik va mehr-muhabbat oz-ozdan to'plab chiqqan. Boshqalarning qiyinchiligini, baxtsizligini tushunish kishilik hayotimizdagi oqko'ngillik, shundaqla qalbimizdan parlab chiqqan fazilatdir. Shuning ishiningki, siz boshqalarga kunlik tutib bersangiz, siz uchunmi kunlik tutib beradiganlar chiqadi.
Boshqalarga kuyinsangiz, dunyomiz sizga mehribonlik yetkazadi.